Salom do'stlar, bugun sizlar bilan bir jangorlarchani o'ynaymiz bo'laymiz. Bu oddiy lavha, asosiyda holi endi boshlanadi. Birinchimiz saplanishlar tushuntirib o'taman. Biz agar janglar qilganimizda 1, 2, 3, 4 ta bo'lib qoldi, 3 ta bo'lib qolgan payti bu bizning janglarimiz hisobga bo'lmaydi va kam qilgan so'ng jo'paga turadi. 5 tadan ko'p janglar qilishimiz shart. Va bir-birimizni birinchi men 5 ta qilsam, bu 6 ta qiladi. Qani bo'lmasa ketdik. Qani bo'lmasa boshlayapmiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Tez orada yangi videolar. Bo'lmasa boshla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 ta. Qani bo'lmasa men navbatim. Dastlabki bitta qilishim kerak, men bittadan ko'p qolaman. İşte. Teach warning. Bakın. Hop. Çilenge çıktı bana. Teach war. Şunu az kam koysam yutaman, ama boşa. Ama ben novatim. Başladım. Bitta oyoqda qilib beraman, faqat undan yo'q. Jadan ko'p qilishim kerak. Qilolmayman deb o'ylayapman, lekin harakat qilib ko'ramiz. Jo'paga turadi mana bu. 2,000 years later. Jo'pa tepgan videosiga qiziqyapsizmi? Bu video Telegram kanalimizda bo'ladi. Silkasini pastda topasiz. Qani bo'lmasa keyingi videoga chiqay. Video oxirida takrorlatib beraman sizlar. Wow.